Assalomu alaykum hammaga. Bugun yurak ishemik kasalligi va uni xirurgik davolashi, aortik kanal shundlashish to'g'risida ozgina bilgi bermoqchi bo'lgandim. Yurak ishemik kasalligi bu nima? Bu yurakni ta'minlovchi tomirlarda kasalligi. Ya'ni mana bu yurak deymiz. Mana yurakni ko'rib turibsiz. Bu birga bir mulyaji, ya'ni razmeri taxminan shunaqa. Mana bu ko'rib turgan qizil tomirlar yurakni ta'minlovchi arteriyalar deydi. Bularni koronar arteriya yoki toch arteriyalari deymiz. Bu koronar arteriyalar bu yurak bir katta bir mushak. Yurakni qisqarishi, yurakni faoliyatini ta'minlab beruvchi tomirlar. Mana shu tomirlarni ichida odam hayoti sirasida sekin-sekin ateroskleroz xolesterin blyashkalari deymiz. Mana shunaqa narsalar rivojlanib keladi. Mana shu tomirlarning ichida yurakda asosiy 3 ta tomir bor. Yurakni ta'minlovchi передняя arteriya deymiz, огибающая arteriya va o'ng koronar arteriyasi deymiz. Shu 3 ta tomir asosiy hayotni ta'minlab beradi, yurakni faoliyatini ta'minlab beradi. Endi yurak ishemik kasalligining tegida asosan bu 90% bu mana tomirni agar srez deymiz, kesib ko'rsatadigan bo'lsak, bunda yurakni ichida tomirida mana shunaqa qatlam blyashka deymiz. Bu kalsiy, xolesterin, yallig'lanish asosida xolesterin ko'p bo'lgan har xil teoriyalar bor. Hammasining materialniy substrat bitta. Ya'ni mana shunaqa blyashka kelib toraytirib qo'yadi. Qon tomir o'tishi qiynaladi. Oxirgi momentda bu juda ham kamayib tromb hosil bo'lib umuman yopilganda ana shu paytda infarkt kelib chiqadi va har qaysi infarkt bu odamlarning taxminan 30% da o'lim bilan tugaydigan holat. Mana endi bu poперечный srez deymiz, normalniy qon tomir bo'lsa, mana sekin blyashka paydo bo'ldi, mana o'sib kelyapti, mana oxirida почти yopilishiga deyarli olib keldi vaziyat. Boshqachasiga ko'rsatganda endi bunaqa maniki mulyajlarda deymiz, normal qon tomirda ko'rib turganingizdek sekin-sekin devorlari qalinlashib kelyapti, blyashka o'syapti va oxirida tromb bilan yopilib infarktga olib kelgan holatda. Mana shu holatlar, mana shu blyashkalar tegi bu yurak ishemik kasallikni tegidagi substrat deymiz, asosiy muammosi. Endi buni qanday usullari bor? Buni rivojlanishiga qarab, qon tomirini qayerda joylashganiga qarab har xil 3 ta asosiy davolash turi bor. Birinchisi bu dori-darmon bilan davolash, ikkinchisi bu stent qo'yish, ya'ni tomirdan olib kirib, yurakni qon tomiridan ichidan olib kirib, ana shu toraygan joyni kengaytirib qo'yiladi stent bilan. Uchinchi bu biz xirurglar qiladigan aortik koronar shundlash amaliyoti deyiladi. Ya'ni yangi yurakka yangi qon tomir tikib qo'yish amaliyoti. Endi bu yurak ishemik kasalligi bilan kelgan bemorni qaysi yo'lga borishini bilish uchun koronarografiya degan muolaja bajariladi. Bu diagnostika muolajasi, ya'ni bu faqat diagnoz qo'yib, keyinchalik bu odamga nima qilamiz degan savolga javob beradigan usul. Koronarografiya deganda odatda odamni qo'lidan tomirdan kirilib, kateter, intervension kardiologlar buni bajaradi. Kateterdan kirib, yurakni tomirlariga olib kelib, shu yerdan bularga kontrast modda yuboradi va ularni televizorga tushirib oladi. Shunda mana shu qon tomirlarini holatini bilsak bo'ladi. Koronarografiya deganda biz mana shu odatda intervension kardiologlar mana shu muolajadan keyin disk odatda yozib berishadi. Ana shu disk bilan kelganda mana biz maxsus programma bilan ochib, mana bu bizning yurakdagi qon tomirimiz. Передняя arteriya, огибающая arteriya, o'rtadagi intermedia deymiz, tomiri. Ko'rib turganingizdek, mana shu kontrast modda qora bo'lib ko'rinadi. Tomir qora bo'lib ko'rinadi izlari va shunda ko'rganingizda mana yurakni передняя arteriya deymiz. Shuning eng uchida juda jiddiy torayish, 80-90% atrofidagi torayish. Mana shu torayish bu bu torayish. Biz mana endi buni aniq ko'ra olamiz, necha foiz, qaysi tomir, qayerda joylashgan, qolgan tomirni, ikkinchi tomirni ham uchida menda torayish bor. Uchinchi tomirni uchida ham torayish bor. Bu
ekvivalent ствола deydi, ya'ni chap koronar arteriyaning eng uchida joylashgan torayishlar, bular hayot uchun juda xavfli hisoblanadi. Ko'p holda bular simptomsiz o'tadi yoki yengil bir og'riq, stenokardiya bo'lishi mumkin. Lekin bu juda jiddiy asoratga va bunaqa torayishlarning joylashishi bu hayot uchun juda bir xavfli variant. Bu ko'p holda odamni to'satdan o'limiga olib keladigan holat. Mana shu koronarografiyada biz birinchi mana shu diagnoz qilib qo'ya olamiz. Xuddi voyennilar kartalardan qarab urushni belgilaydi-ku, mana bu joydan ataka qilamiz, bu yoqdan boramiz, boshqa. Xuddi shunaqa biz ham xirurglar mana shu koronarografiyani ko'rib, qaysi tomir qaysi joyda torayish joylashgan va qaysi tomirni qaysi joyiga yangi tomir tikish kerakligi to'g'risida o'zimizga bir xulosa qila olamiz. Mana ko'rib turibsiz, tomirni ana shu eng uchdagi boyagi toraygan joylari, stvol deymiz, chap levi koronar arteriya. Har xil pozitsiyada buni syomka qilib tushirib berishadi intervension kardiologlarimiz va shuni asosida birinchidan kasalligi bormi, yo'qmi degan savol beramiz. Ikkinchisi, kasallik bor bo'ladigan bo'lsa, qaysi usul bilan davolaymiz? Dori beramizmi, stent qo'yamizmi yoki operatsiya qilamizmi? Buni endi hard team deymiz, serдечная komanda bir-biri orasida mana shu olingan dannilarni hammasini analiz qilib, bitta xulosa, bitta to'xtamga kelinadi va shu asosda keyinchalik bemorga sizga stent qo'yish kerak yoki sizga aorta koronar shuntlash amaliyoti kerak deb bir tavsiya beriladi. Biz uchun eng asosiysi mana shu koronarografiya, bu zolotoy standart deymiz. 100% diagnozni qo'yib va 100% shuni lecheniya usulini tanlaydigan bir metod hisoblanadi. Mana o'ng tarafdagi qon tomirini ko'ryapsiz. Bu real vaqtda bo'layotgan narsa, torayish qismlarini ko'ryapsiz. Mana shuni asosida biz bitta to'xtamga kela olamiz. Mana bugungi amaliyotimizdagi bemorimiz mana shu. Mana endi aorta koronar shuntlash, mana endi biz diagnozni qo'ydik, qayerda joylashganlarini ko'rib oldik. Mana endi bu bemorga aorta koronar shuntlash amaliyoti ko'rsatilgan edi. Aorta koronar shuntlash amaliyoti nima deydigan bo'lsak, ana shu kasal bilan zararlangan tomirlarga, endi bu bilashga ana shu qon yaxshi, bu etilik bilashga joylashgan, qon o'tmayapti yaxshi, mana bu qismi, yurakning qismiga qon yaxshi bormayapti va bu ishemiya deymiz, shu joyga qon yaxshi kelmagan sababli yo infarkt yo stenokardiya bo'lib turadi. Shu joyga yangi qonni ta'minlash uchun odatda mana yangi shunt deymiz, shunt olamiz. Bu odatda ko'krak qafasining ichidagi bitta tomir olamiz, bemorlarning oyog'idan yoki qo'lidan olinadigan tomirlar. Ana shu tomirlarni bir uchi yurakdan chiqqan aorta deymiz, shunga ulanadi. Ikkinchi uchi zararlangan, shikastlangan tomirni distal qismi, ya'ni qon oqimi bormayotgan qismiga ulanib qo'yiladi va shu yo'l bilan yaxshi kislorod bilan ta'minlangan, yuqori konsentratsiya kislorod bo'lgan arterial qon yaxshi davleniya bilan to'g'ridan to'g'ri tomirga boradi va bemorda stenokardiya yoki infarktdan keyingi asoratlar belgilari yo'q bo'ladi. Odatda bemorlarning deyarli hammasi, barchasi simptomlardan ozod bo'ladi. 90% butun stenokardiya ishemiya belgilari ketadi va mana shu yangi qon tomir tikilgandan keyin bular yangi, eskisi даже yopilib ketadigan bo'lsa ham odamni hayotini va uni faoliyatini mana shu yangi tomirlar ta'minlab berib turadi. Mana endi bu holatda bemorga biz keyinchalik tavsiya, bu degani 100% sog' bo'lib ketding degani emas, lekin simptomdan ozod bo'ladi. Yaqin bo'lib kelib infarkt, miokard infarkti xavfi bo'lgan bemorlarda bu xavf bartaraf etiladi va ma'lum bir suraga, ya'ni 10, 15, 20, 40 yilgacha ishlagan shuntlar ishlagan publikatsiyalar bor. Bu tomirlar odamga yangi hayotini cho'zib beradi. Ya'ni 10, 15, 20 yilgacha hayotini cho'zib bersa bo'ladi.
va bu tomirlar tikilgandan keyin bemorlarga, ya'ni yangi tomirlar sizga tikildi, исходный vaqtga qaytdik. Ana endi dieta qilasan, ana endi sport bilan shug'ullanasan, ana endi dori-darmon ichib, mana shu tomirlarni maksimal darajada shu aterosklerozdan saqlab, imkon boricha uzoq suraga yetadigan qilib obraz жизни deymiz, hayot tarzi deymiz, sog'lom hayot tarzini olib borish kerak bo'ladi. Mana bu aorta koronar shuntlashni va yurak ishemik kasalligi va uni davolashdan bir turi aorta koronar shunlash to'g'risidagi siz bilan poylashmoqchi bo'lgan bir bilgilardan bittasi. Katta rahmat.